Zo'r futbol o'ynab, keyinchalik yaxshi murabbiy bo'la olgan va bo'la olmaganlar haqida gaplashamiz. Siz esa futbol ishiga obuna bo'lib qo'yishni unutmang, sababi shunda siz mana shunday qiziqarli faktlar va yangiliklardan qolib ketmaysiz. Diego Maradona uning futbolchi sifatida amalga oshirgan ishlarini ta'riflashga til ojiz, ammo u murabbiy sifatida Arabiston, Argentina, Meksika klublarini, hattoki 2008-2010-yillarda Argentina termasini boshqarib ham hech ham kosasi oqarmagan. Keyingisi Ronald Koeman, u Barselona va Niderlandiya termasining haqiqiy himoyadagi javohiri bo'lgan, ammo murabbiylik sohasida Everton, Barselona kabi jamoalarni boshqarib umuman ishlari yurishmagan va muhimlardan boshi chiqmagan. Pep Guardiola Barselonada yaxshigina futbol o'ynab, murabbiylik sohasida ham natijalari misli ko'rilmagan darajaga olib chiqa oldi. Carlo Ancelotti ham Milanning eng yaxshi yarim himoyachilaridan biri bo'lgan va murabbiy sifatida ham eng zo'rlaridan biri. Zinedine Zidane futbolchilik faoliyatini qotirib tashlagan, murabbiylikni ham. Faqatgina so'nggi yillarda o'zining darajasidagi klubni u hali topa olmayapti.